savolim bor edi, mana keyingi safar beraman bu. Xo'p, siz bering oxirgisini. Bu Kamoliddin savol yo'q ekan, o'rniga siz. Qora aka, iltimos, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xursand bo'ldim, sizni manfaat olyapman siz gapirgan gaplaringizdan. Menda o'zbek emasman, lekin harakat qilaman tushuntirishga men savolimni. Bu ulamolarni ikki tarafga bo'lingan nima jin kiruv masalasi odamning ichiga. Bittasi bir taraf aytyapti, dalili Umar ibn Xattob yarashmasam ko'chada borganda bitta sahobani o'z xotini bilan turgan, ham u quchoqlagan, по-моему, обнялda. Keyin u yerda siz odamlarni shikka keltirmangiz o'z nima ishlaringiz bilan. Shuning uchun innama shayton yajri bil-dam degan, shayton qonda yuradi. Shuning uchun o'sha jinni chiqaradigan odamlarga bu taraf aytyapti, chiqarish foydasi yo'q, chunki baribir shayton qonning ichida yurib turadi. Shuning uchun biz ahli sunna val jamoat qaysi tarafga fikrlanib, fikrni qaysi tarafni olishimiz kerak? Xo'p. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan alohida hadis bor. Hozir o'sha hadisni ham men bir o'qib sizga anaqasini aytib beray. Bu jin kiradi degan odamlarni davosida bo'lmasa-da, ya'ni lug'atida gapirgan jumlasida bo'lmasa-da, lekin davosida, maqsadida u jin insonni qonida yurib, ichida yurib uni boshqaradi. O'shaning uchun uni chiqarish uchun o'qish kerak. $100 berasan, $200 berasan, 14 marta o'qiyman degan gaplarni gapiradi, misol uchun. Xo'p, Imom Buxoriy, Muslim, Sofiya radhiyallohu ta'ala anhodan qilgan rivoyatda payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, inna shayton yajri min ibni Adam majrad dam deganlar. Ya'ni albatta shayton odam bolasining qon oquvchi tomirlarida yuradi deganlar. Mana shu ya'ni hadisni Badriddin Ayni Umdatul Qori degan tafsir bor, sharhi bor, bu Hanafiy mazhab ulamolaridan. U kishi aytayaptiki, qila huwa ala zohirihi va anna Alloh azza va jalla ja'ala lahu quwwatan ala zalik. Buni zohir ma'noda tushunsa ham bo'ladi. Shayton inson qonida yuradi, ichida yuradi degan ma'noda tushunsa bo'ladi. Bitta ma'nosi. Alloh taolo shaytonga shunaqa quvvat bergan. Va qila huwa ala isti'arati likathrati a'wanihi va waswasatihi faka'annahu la yufariqu al-insan kama la yufariquhu dam. Ikkinchi ma'nosi. Nima desa, bu isti'ora ma'nosida. Isti'ora degan mantiqda bob bor. Isti'ora rus tilida metafora. Biz metafora deymiz, metafora. Isti'ora. Nima degani? Isti'ora o'zi bir kishidan bir narsani olib turish. Ishlatib turayin deyish. Ishlatib turayotgan paytingizda qarasa siznikiga o'xshab qoladi. Masalan, deylik, men sizni sherga o'xshaysiz desam, demak, kuchli, quvvatli, shijoatli ekaningizni nazarda tutayotgan bo'laman. Bunda nima qilinadi? Sherni o'sha shijoatlarini nazarda tutib, nomini isti'orada ishlatiladi. Bunda ham isti'ora deyapti. Qanaqa bo'ladi? Shayton ko'p vasvas qilganligidan, doim insonni oldida turganligidan, doim uni yo'ldan ozdirishga harakat qilganligi sababli xuddi inson bilan qon doim birga yurganligiga o'xshaydi. Shunga isti'ora qilingan, shunga o'xshatilgan. Ikkinchi ma'nosi ekan. Va qila innahu yaltaqi waswasatuhu fi masamin latifatin min al-badan fatasilu al-waswasatu ila al-qalb. Yana bitta ma'nosi bor ekan. Xo'p,
shaytonning vasvasasi shunaqa latif. Latif degani bir jismni, masalan, oynadan suv o'tmaydi. Lekin nur nima qiladi? O'tib ketadi. Nur suvdan ko'ra latif degani shu. Latif bir narsani to'siq deb bilmaydi, o'tib ketaveradi. Havo latif, kirib ketaveradi любой joyga. Misol uchun deylik, nur latif. Eng latif narsa nur. Xuddi vasvasa ham shunaqangi latif bo'ladi. Latif degani o'tuvchi degani, o'tuvchi bo'ladi. Insonga qilingan vasvasa uni qoniga o'tib, qondan qalbiga borib, qalbini harakatga keltiradi degan ma'nosi bor. Va misli hada fi Fath al-Bari va Fath Dibaj va Sharh an-Nawawi ala Muslim va fi Awn al-Ma'bud. Bu bir qancha Fath al-Bari Ibn Hajarga aloqador kitob, Buxoriyning sharhi va fi Dibaj degan Imom Muslimning sharhi bor. Imom Navaviyni Muslimga bo'lgan sharhlarida ham, keyin Awnul Ma'bud, Imom Abu Dovudni sunnanlarga bergan sharhida ham xuddi shu gap bor, deyaptilar. Men bu qisqaroq hadisni aytib berdim. Demak, hadis aniq shayton insonning qonida ekan degan xulosani bermaydi. Boshqa xulosalar ham bor demak. Shundan kelib chiqamiz. Ikkinchisi, shaytonning inson qonida, inson ichida ekanligiga mutavotir dalil yo'q. Mutavotir dalil, ya'ni inkor qilib bo'lmaydigan eng kuchli dalil Qur'oni Karimning oyati. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazina yatakhabbatuhu ash-shaytonu minal mas degan. Qiyomat kunida shayton ribo yeguvchilar, riboxo'rlar, sudxo'rlar qiyomat kunida xuddi shayton ularga tekkandek, ya'ni jin tekkan odamdek tiriladi. Ko'rgan odamlar uni dovdirab yurishidan bunga jin tekkanmi deydi. Jin tekkan odam qanaqa bo'ladi deydi? Qanaqa bo'ladi? O'sha tutqanoqqa tutib, jinniga o'xshab, jinni shu. U kirdi demayapti Qur'on. Yatahabbatuhu shaytonu minal mas. Bu bayonini min, ya'ni tegishligidan iborat. Shayton tegadi. Shayton tegishligi, tashqaridan kelib vasvas qilishi bor. Hadis shariflarda kelgan kiradi degan ma'noni hammasini mana shu oyat qaydlab beradi. Oyatda kiradi demayapti, tegadi deyapti. Kelgan kiradi degan hadislarning hammasi ohod. Ohod degani mutavotirning ustiga uni dalil qilib olib bo'lmaydi. Ohod bilan sobit bo'lgan ma'nolardan farz chiqmaydi. Farz deb bo'lmaydi. Harom deb bo'lmaydi. Ohod u. Maksimum makruh tahrimiy deyiladi. Bu ilmiy tarafi. Endi sizga aqliy jihatini aytaman. Dalillarni keltirdim. Qur'on hadis sharifdagi shayton inson qonida yuradi degani aynan shayton insonning ichida degan ma'noni qaydlamas ekan. Boshqa 3-4 xil ma'nosi ham bor ekan. Bular hammasi nima bo'ladi? Ijtihod bo'ladi. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bir ijtihod ikkinchi ijtihodni yo'qqa chiqarmaydi. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchisi to'g'ri bo'lsa, birinchisiga yopishib olish to'g'ri emas. Jinkashlar birinchisiga yopishib oladi. Nimaga? Hadisni o'zlariga ishlatish uchun, o'zlarini manfaatlariga ishlatish uchun. To'g'ri bo'lmaydi. Qur'oni Karimdagi oyatni aytdik. Shayton tegadi. Tegishi bor, kirish yo'q. Endi mantiqiy tomondan aytaman. Shayton kiradi insonning ichida, jin kiradi insonning ichida bo'ladi. Ani palonchida 20 ta, 30 ta, 300 ta jin bor deganlar yolg'on gapirishadi. Maqsadli gapirishadi. Bu gapni eshitgan zotan psixologiyasi istirobda turgan, nima qilishi bilmay dovdirab turgan odamga bu qattiq zarba bo'ladi bu. Endi zararlarni keltirib beraman. Ba'zi ayollar makr qiladi eriga. Qaynota qaynanaga xizmat qilish kerak. Ashi uyga kirsam deydi, hushimdan ketib qolyapman. G'alati janjal qilib o'ryapman-da, deydi. U bechora eram sodda ishonadi bunga. Nima qilay? Alohida uyga chiqib ketishimiz kerak ekanda. Kim aytdi? Shu ichimdagi jin aytayapti. Borib domlaga o'qitadi, boshqa qiladi, pulga kuyadi, iloji yo'q. Bu domla oxir aytadi, buni alohida olib chiqing deydi.
olib chiqadi. Ha, bu jin bahona qaynona xizmatidan qutuldi qo'shtirnoq ichida. Bittasi shu. Ikkinchisi, jin kirib odamlarni boshqaradi deb shunga o'xshagan narsalarni aytayotganlar islom shariatining mahkama sistemasini yo'qqa chiqarmoqchi bo'lyapti. Bittasi zino qilib qo'yibdi-da. Olib kelishib, nimaga zino qilding sen desa, "Ya men qilmadim." Kim qildi? Ichimga jin kirib oladi, o'sha zino qildi-da. Men ham o'zimni tutib tura olmadim-da, shu jin yaramas, yomon zino qilar ekanda, shu jinni ushlasam dermish. Kim ishonadi bunga gapiga? O'g'irlik qilib qo'yibdi bittasi. Mahkamaga olib kelishibdi. Nimaga o'g'irlading? "Yo'q, men o'g'irlamadim." Kim o'g'irladi? Ichimda jin bor. Ismi Shontramore degan jin. Izraildan kelgan jin, vobshe yomon ekan, opasniy ekan lekin. Kechqurun o'rnimdan turg'izib, palonchining uyiga olib borib, uyining ichiga kirib, olib chiqtirib ketdi. Hech kim bilmadi, jinni kuchini qaraydi desa, nima bo'ladi? Mahkama qayerda qoldi? Bular yolg'on. Yolg'on. Jin kirib oldi, meni jin yo'ldan urdi degan bilan ham unga jazo beriladi. Unga jazo beriladi. Yolg'on deyiladi uni. Chunki ohod hadislarda sobit bo'lgan narsani shaytonga, jinga to'nkab qo'yib qutulib keta olmaydi hech kim. Mahkamalar turibdi. Endi bizning vazifamiz nima? Ha, jin tegishi bor. Jin tegishi mumkin bo'lgan o'rinlardan saqlanish kerak. Hojatxonaga kirayotgan paytida Allohumma inni a'udhu bika minal khubusi val khaba'is deyiladi. Xubus khaba'is iflosliklar o'zi. Bitta ma'nosi urg'ochi va erkak jinlardan panoh so'rayman degan. Shunaqa joylardan ehtiyot bo'ladi, to'g'ri. Lekin kasal bo'lgan, bemor bo'lgan odamlarni jinkashlarga olib borib, buning ichida jin bor ekan, o'qib qo'ying demaydi. O'sha ani Umar degan jinkashmi, boshqasimi, hammasini tark qiling. Kasalmi, psixologiyasi buzilganmi, doktorga olib boring. Yaxshi ovqatlantiring, vitamin bering. Yangi o'sib kelayotgan qizlaringizga, bolalaringizga vitaminni vaqtida bering. Shug'ullantiring ularni. Qon yaxshi aylansin, miyaga yaxshi yetib borsin. Jin masalasi, odamlar jinkashlik qilib odamlarni pulini olayotgani afirizm. Pul olib o'qiyotgan, dam solayotganlarda ixlos bo'lmaydi, pul uchun o'qiydi. Ixlos bo'lmasdan o'qilgan dam ta'sir qilmaydi. Bizni ya'ni pozitsiyamiz, mavqifimiz shunaqa bo'lishi kerak. Jinkashlarga bormaymiz, kasal bo'lsak doktorga boramiz. Jin tegish to'g'risida hadislarga bor shunaqa hadislar, Qur'onda oyat bor deymiz. Saqlanish uchun dam solishni o'zimiz dam solamiz yoki pul olmaydigan ixlosli, taqvodor odamga dam soldiramiz. Pul olmasin. O'zi aytsin. Siz o'zingiz berib kelsangiz zarari yo'q. Masalan, bir odamga bir xizmatni qilib berib kelsangiz zarari yo'q. Lekin men ruqiyachiman, ruqiyachi palonchi deb ruqiyachini qidirib yurganlar bor-ku. 99 o'ndan 9 apelist. Kesin meni oldimga kesin, bahsga chiqsin jon. O'sha Umar degan jinkash bilan bahslashganmiz, ko'rgansizlar. Yolg'onchi odamlar pulni sehr qilingan ekan deb haligi anaqalarni ko'rsatishadi. Yigini sanchib bo'ynigan palonjadan topib oldi. Qabriston yomon o'qigan ekanda deb. O'zi eng axlat joylarni qidirib yurishadi. Yolg'on bular hammasi. O'zingiz dam soling. Dadangizga dam soldiring, sizga dam solsa ixlos bilan soladi. Onangizga dam soldiring, ixlos bilan soldiradi. Xotinga dam soldirsa bo'ladimi, uni bilmadim lekin. Xotinda ham ixlos bo'ladi-yu. Shunaqangi dam soldirish masalasida ixlosli odamlarga dam soldiring. O'zingizga dam solishdan kuchligi yo'q. Fotiha surasini har kuni yotarida 7 marta o'qib dam soling. 3 ta qul bor, ha? Ixlos, muavvazatayn bor. 2 ta muavvazataynni o'qing, dam soling. Bo'ldi. Undan keyin muammolar bo'lsa, borib doktorga uchrang. Gormonni tekshirtiring. O'zingizdagi erkak bo'lsangiz testosteronni tekshirtiring. Qon aylanishini qoningizni tekshirtiring. O'sha sizni muolajangiz. Islom real din, realizmni, ya'ni tasdiqlaydi, ta'kidlaydi.
voqeaga real qara deydi. Qo'li kesilib qon oqib yotibdi, uni bog'latmasdan dam solyapti. Bu reallik emas. Buni bog'lang, muolaja qiling, davolang, keyin dam soling. Ikkalasini birga olib boring. O'zingiz dam soling. Jin kiradi, kirmaydi degan masaladagi ixtiloflarning hammasi manfaat uchun qilinayotgan ixtiloflar. Yana bizning musulmon ulamolarda shunaqa gap bor. Tibbiyot rivojlanmagan yurtda jinkash ko'payadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Qoraka, demak, qorin baribir tualetga kirasizmi, duo qilsizmi yo'q, qorin baribir u tirkalganda, u nima? U qorin fa inna lahu qorin doim bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Oysha onamizga ha, jining yo'l qo'ymadimi deganlar. Ya'ni baribir shuni kelib orqamdan kuzatyapsanmi deganlar. Deganlarida ya Rasululloh, menda ham insonda jin bo'ladimi deganda, hammada qorin o'sha. Hammada bo'ladi deganlar. Sizda ham bormi degan Oysha onamiz, erkak bo'lganlarda. Desa, menda ham bor deganlar. Faqat Alloh taolo menga uni musulmon qilib yordam berdi deganlar. Uni musulmoni ham borda. U siz taqvoda bo'lsangiz, Allohning aytganini qilsangiz, Alloh bilan har doim robitangiz bo'lib tursa, u ham sizning xulqingizga, sizning sabotingizga Allohning yordami musulmon bo'lishi mumkin. Ma'qul-a? U mas qiladi, значит ko'rmaydi-da, qoraka, u ko'rmaydi, baribir tashqaridan mas qiladi, qarang. Endi agar o'sha yana bitta aqliy mantiqiy ma'no, agar uni jinni o'qib chiqarib yorsangiz, ana chiqarib yordim. Dalil kirishiga desangiz, ana inson qonida yuradi degan-ku hadisda desa, dalilni to'g'ri keltirmagan bo'ladi. Nimaga? Sen chiqarib olgan bo'lsang, Rasululloh uni qonida yuradi deyaptilar, chiqib ketadi demayaptilar. Seni mantig'ing bo'yicha. Hadisdagi matnni noto'g'ri tushunyapsan-ku deysiz. Hadisda qonda yuradi deyaptilar. Bu jinkash nima deyapti? Men chiqarib olaman o'qib deyapti. Qanaqa qilib Rasululloh qonda yuradi desa sen chiqarib olasan? Sen chiqarib olgandan keyin o'sha qonda yurmaydimi endi? Desangiz bo'ldi, to'xtaydi. To'xtamaydi. U pul kelib turibdi-da. Bu sodda ham ko'pda. Tibbiyot rivojlanmagandan keyin jinkashga boradi. Folbinga boradi, jinkashga boradi. O'shaning uchun u odamlarga bizni gapimiz mana shu da'vatlarimiz hujjat, yuqorida aytdim men, dunyoda qancha yashaymiz bilmaymiz. Bu hujjat bu do'stlar. Biz o'zimizni o'nglashimiz kerak. O'zimiz shu e'tiqodni qilamiz, yaqin atrofimizda gapimizga quloq soladiganlarga buni tushuntiramiz. Inshaalloh millat kelajakda yana bundan ham yaxshi o'nglanadi. Salomat bo'lasizlar. Barchalarga tashakkur. Vaqtinglarni ajratganinglarga rozi bo'lasizlar. Agar umrimiz tugab Alloh taolo jonimizni olib qo'ysa, qiyomatda jannatga kirganlar bizni ham eslab qo'yasizlar. Agar umrimiz davom etsa, Alloh tavfiq bersa, yana diydorlashish baxtini kutgan holda xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.